arkadaşlar, bugün sizlerle ben Süleyman. Bugün YouTube'da yükseliyorum. 5. sınıf hazır 23. ve biz ne yazıyoruz? Çünkü ben de YouTube'da yapamadım. Lekin kadar ortasında buzilgan portal yaptım ve o yerden 6 ta obsidian aldım. O 21. günde de şu obsidian'ı kırdırdım ve kadar ortasında benim 22. gün yok aldık. Ketishga ham narsani oldim menimcha. Yomg'ir ham yog'ib yubordi. Bo'yimni tayyorlayman, ketishga vaqt qilamiz. Mana uddala olaman. Kanalga hali ham obuna bo'lmadingiz. Axir bularning hammasi siz uchun. Oldim. Ha. Mana bu yerga bitta obsidian, mana bu yerga ham bitta obsidian. Va bizda yondirgalka yo'q. Balki sandiqdir bordir. Afsus. You may not rest now, there are monsters nearby. You may not rest now, there are monsters nearby. You may not rest now, there are monsters nearby. You may not rest now, there are monsters nearby. Kim beni uğrayıp zombini bulacak? Koştu zombiler inge basıp geldi. Yok böyle şey. Hullas. Okat. Maması. Hala okat maması bolsa ham ketadi. Kim uchun ishdan boshlandim. Nima? Ham turmi? Mana bu yerga qarasa xuddi ertalabga o'xshaydi. Respawn point set. Nihoyat. 23 kun o'tamiz do'stlar. O'tib ham bo'ldik. Nima men kamon bilan otib qurmoqchiman. Umuman olganda ozgina o'q ham ortiqchalik qilmaydi.
Hoca bence to'xtamanglar. Ozgina emas. Bir starcha kerak. Shuning uchun ko'p tayoqchalar yasaymiz. Va kamonchi men bilan savdolash va o'q soat. Ajoyib. Bo'ldi. Yaxshi, rahmat kamonchi. Tezroq portalga borib, yondirgalka olmadim. Bo'lganda esash ham muammo emas. Nega bo'lmaydi? Bo'lish kerak-ku graviy berdi. Zombi seni hech kim chaqirgani yo'q. Nega bu graviy hech qayerda yo'q? 10 yildan beri shu yerlarda yurman. Graviy qayerdasan? Mana shu kun. Mana nihoyat seni men necha yil qilganimni bilmaysan-da graviy. So'nggi va tushindi. Nima bu graviy tushmaydi endi? Menimcha 100 yil. Menda bor ekan. Shundoq ham. Bo'ldi, tushindi, shuncha qoladim. Necha foiz tushish ehtimoli yo'q, tushmasligini ehtimoli necha foiz buni? Tushdi. Bo'ldi. Bu menga yetadi. Mana bularni esa otib yuboramiz. Graviylar. Hayır. Xuddi o'ylaganimdek temirim yo'q ekan. Xullas, hammasini hal qilgandan keyin videoni yoqaman. Do'stlar, hozir nima bo'lganini tasavvur ham qila olmaysiz. Nega bitta joning qoldi deydiganlarcha. Mana bunda eshikni ochsam, yondirgalka qo'limda turganda uyimni yo'qib yubordim-da. Qiziq, water drop qilish qo'limdan keladimi? Suqa. Namuchi bag. Suvni olayman. Bitta jon bilan nezaga borib ahmoqlik. Mana shu qilichi bilan bir o'cha qilib tashlayman, chacha qilib. Va nihoyat bu sasigan. Mana shu nima desam bo'ladi, portalni yoqaman. Oldin jon to'lishini kutamiz. Portalni chekkasiga nari tarafga bo'ladi. Olg'a. Yaxshi joydan paydo bo'lay. Minecraft ilti. Shunchalik ham omadsiz bo'lish mumkinmidi? Hamma portalni Nezerdagi eng zo'r joydan paydo bo'libman. Albatta hozir eng yomon joydan. Shunchalik omadsizmanmi men axir? Shunday joydan paydo bo'ladimi? Nima ko'p xayolingga ham keltirma.
Uncha qattiq uradi buni. Bolalari burchakka kirib qolgandi. Iltimos bunday qilma. Nima bu ekranga nima bo'lyapti? Qotyapti menga. O'l. Bular men bilan hazillashyaptimi? Ular nima viza sikletmi? Kichkina bo'lib turib shunday qattiq uryapti. Burchakka kirib qolganimda. Bo'ldi, havasdan jahlim chiqdi. Hammasini hozir borib bitta yo'yaman. Yetchachi, water. Babayli. Nezar meni kutib ol. To'g'ri, meni kut, men boryapman. Deb o'xshamat. Hozir u yerda nima qilyapsan? Chiqib chiqarchisan konga, olmos olishdi. Nezar, men ketyapman. Bitta qilichim bilan chiqaman. Mahbublar men bilan hazillashganlar. Senmi, sen ikkitasimi? Ya meni chacha. Pachoq makmakub, itarib yuborma lavaga. Urra shundan ko'ra birga bir. Pachoq ali. Mana bittasiga nima bor? Nega men xalqimni qilib olaveraman? Ha, kel, chiqolmayapsanmi? Nima qilyapman? Ular hammasi tugagandan keyin yo'qaman. Ular maktabda vaqt birganimdan so'ng nihoyat topdim. O'zim ura olganman. Xavfsizlikdaman. Sal qolsin deb olovli tayoqcha tushmabdi. Tamam. Tezroq jon to'lsa. Olovli tayoqcha. Mana ferma yasadim. Tushdimi? Yo'q. Yo'q. Olovli tayoq. Yo'q. Biz olovli tayoqcha yig'a olmadik, urg'urmadim. Bo'lib qolishni o'ylamabman-da. Nima men qalqonini ola olmayapman. Adashmasa bu 24-kun. Chunki men bu yerda yillab yurdim. Ketdim. Olov xullas bu azoblarni sizlar ham ko'rmanglar. Olovli tayoqchaga kelgandan so'ng videoni yoqing. Safar.
Nega men osmondan yiqildim? Aytsam ishonmaysiz. Aslida men narigi tarafga ketgan ekanman. Tushunmaganlarcha men nezir mana bu portalim bo'lsa, meni portalim deb olaylik. Narigi tarafga ketib, mana bunday aylanib, o'sha yerga shundoqqina orqasiga borgan ekanman. Bordim. Va tepaga chiqib vatni drop qilmoqchidim. Yo'q, nima qilmoqchi emas edim. Nega meni yerga teleport qilindi? Bari bu yerda o'qit bor ekan. Teleport qildi. Muhimi menda nimalar borligini bilasizlarmi? 16 ta yig'dim. Endi marotdan. Mana bularni hammasini mana bunday narsachalarga aylantiramiz. O'zimga 2 ta olib qolaman. Chunki haddan tashqari ko'p bu yerda. Va kompaslarni yasab olamiz va yo'lga otlanamiz. Va voy, atalab qilganim yo'q, adashib o'tib yubordim. Nima chuqurga tushib ketdi? Las water drop. Yo'q. Las tepaga. Ana o'qish yo'q ekan. Zombi. Yo'qotib yubordi. Olmaydigan zombi. Xullas o'lamiz. O'lganimda videoni yo'qaman. O'ldim. Uyimda paydo bo'ldim. Ko'zni olaman. Ko'z qani? Turibdi, qayerga ham ketardi. Shu tarafga qarab uchdi ko'z. Hazillashyaptimi bular men bilan? Tugal o'lmayman chunki IQ'm 100. Esa 300 minus. Nega meni tushirib yuboradi bu saslanmay. Hazillashyaptimi bular? Aytaychi Minecraft'ni chiqar. Yo'q. Yuraveramiz. O'lami yo'qmi faqat. Ketdi. Hop, yana necha yurarkanmiz. Umid qilamanki orqaga o'chadi. Nima? Faqat shu emas. Qani voleybol o'ynashmi? Ha, ko'z qani? Ha, ko'z qani? Yo'q, yana ikkita ko'zi tushib ketdi. Boshqa hech qachon bularni qo'limda ushlab yurmayman. O, mana. Bitta, ikkita, axir uchinchi sog' bo'lish kerak.
Bilmeyenler tabi arkadaşı koy Minecraft'e. Uçurmaya mı kızlarını? Çık endi sudan. Plus nimadir bo'lgan videoni. Bo'lsam uzun bo'lib ketadi. Do'stlar Minecraft o'tvordi. Просто так do'stlar Minecraft o'tvordi. Menimcha rubrikamiz shu joyda tugaydi. Kirmayapti Minecraft ko'chaga. Xayr, sizlar bilan men bo'ldim. Kirmayapti.